بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغاصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين إمام المتقين أبي بكر الصديق المجاور في المسجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أعدالهم أمير المؤمنين المتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاحتساب وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين المتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى إمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين المتقين عليم الوضيل وفي أساد الله مالك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, İslam dini 5 bağadadan turadi. Birinchisi, ya'ni İslam dininin 5 negizi var. İmanның 6 negizi var, İslamның 5 negizi var. İmanның 6 negizi birinchi Allohga ishonu, onun ikincisi ferishtalarga ishonu, uchinchisi endi Alloh taolo indirgan kitoblarga ishonu, to'rtinchisi Alloh taolo yuborgan elchilarga, payg'ambarlarga ishonu, andari beshinchisi qiyomat kuni ishonu, o'lgandan so'ng tiriluv bizga, oltinchisi endi yozmishga ishonu. Andari İslamның bo'g'onalari bor. Bu imonning bo'g'onalari. Bor İslamning bo'g'onalari. Birinchisi shahodat keltirib, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymon keltiradi kishi. Shu bilan kishi musulmon bo'ladi. Ya'ni kishi Alloh qoshida musulmon bo'lib sanala, qo'shan shu shahodatni aytadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Esa ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb. Men shahodat beraman, Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning elchisi deb. Shu bilan kishi Alloh qoshida musulmon bo'ladi. Andari ikinchisi Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, kunina 5 vaqt namoz o'qi, ya'ni namoz o'qi dedi. Uchinchisi zakat to'lav, boy bo'lsa miskinlarga bera zakat, sadaqasini bera. Andari to'rtinchisi Ramazon oyida ro'za tutib. Beshinchisi kimning mumkinchiligi bor ekan hajga borga, umrga bir topqir hajga borib qaytarga tegish degan. Mana bu islom dinining negizlari, asllari, bu farzlari. Kishi buni o'tayotgan savobli bo'ladi, o'tamayotgan gunohli bo'ladi. Begrakda ishov. Birinchisi iymon keltiruv, shahodat keltiruv, ikkinchisi namoz, uchinchisi ro'za Ramazon oyida. Devam etamiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Hafizu ala salavati va salatil wusta va qumu lillahi qanitin." Alloh taolo aytadi, namozlaringizni saqlag'iz deydi. Begrakda o'rta namozini deydi. Ham Alloh qarshida deydi, yubanchilik halida bosag'iz deydi. Alloh taolo shu Qur'onda aytadi, o'zining kitobida namozlarni saqlarga. Begrakda o'rta namozini olimlar aytadilar, bu ikindi namozi deydi. Niçin ikindi namazı? Çünkü mesela olsak ertangi namazını o'qirga mati turgan ayberlar yo'q. Namozni o'qiymiz. Yiqildan turib endi. Andari ila namozi тоже u vaqtda samay obed vaqti. Andari oqshom namozi u vaqtda biz endi ishdan qaytgan bo'lamiz. Yatsi namozi u endi biz yiqo oldin o'qiymiz. No ikindi namozi begrakda u samay ish vaqtida to'g'ri keladi. Shuning uchun Alloh taolo bosim bersa begrakda o'rta namozni saqlag'iz deydi. Ikindini deydi. Andari Alloh taolo aytadi, yo'q, Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadi. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadi, as-salatu va ma malakat aymanukum.
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, o'lir oldindan vasiyat etib qoldirdi bizga, namoz deb aytdi. Namoz deb qoldirib bizga qavalab aytdi. Bu Alloh taolaning elchisi, bu Alloh taolaning payg'ambari, u bilan o'lgandan so'ng kishi bilan narsa bo'la. Shuning uchun u bek qoti bizning uchun qayg'urdi. Bizning uchun qayg'urg'ach aytdi, namozni saqlag'iz, namozga bek e'tibor berigiz deydi. Chunki o'lgandan so'ng ona uchun javob berasi bo'la. O'lgandan so'ng namoz o'qimagan kishi ona uchun javob tuta, ham ona uchun endi g'azab tuta degan endi. G'azab tuta Qur'on oyatlarida bor u turunda. Alloh taolo o'zining kitobida esga tushirar, hidoyatning asli namoz bo'la, taqvolikning asli u da namoz bo'lar ekan. Misal hidoyat Alloh taolaning to'g'ri yo'li. Alloh taolaning to'g'ri yo'li u eng muhim aybir. Agarda kishi Alloh taolaning yo'lida borar ekan, Alloh uning har vaqtda yordam etadi. O'lgandan so'ng o'zining ijmohini berar, inshaalloh, jannatini berar. Qiyomat kunida tomoqdan qutqarar. Bu dunyoda turli balalardan qutqarar. Mana bu hidoyat tavfiqning asli bo'lib turib namoz o'qiy ekan. Kishi namoz o'qiy, u hidoyatli tavfiqli, namoz o'qimaykan hidoyatli tavfiqli tug'u degan so'z. Ham shulay taqvolikning asli bo'lib turadi. Taqvolik Alloh taoladan qo'rquv. Alloh taoladan qo'rquv. Kimdir aytmishli, nishab biz Alloh taoladan qo'rqirga tegishmikan? U bitinda shunday tega o'sha aytmishli strashniy tugul. Naborat Alloh taolo rahimli, shafqatli, bütün motor ismlar Alloh taolaniki. No, unutmasqa kerak, Alloh taolo g'adilli. Alloh taoladan qo'rquv degan so'z Alloh taoladan g'adilligidan qo'rquv. Alloh taolaning g'adilligidan qo'rquv. Kishini ranjitirga qo'rquv Alloh taolaning g'adilligidan qo'rquv degan so'z. Kishining haqqiga kiruv Alloh taoladan qo'rquv degan so'z Alloh taolaning qo'rquv. Kishining haqqiga kirga qo'rqar ekan kishi Allohdan qo'rqar. Qo'rqmaykan Allohdan qo'rqmaydi. Mana shu namoz bunda bo'lib sanaladi taqvolikning asli, Allohdan qo'rquvning asli. Chunki namoz Allohning haqqi. Sen deganda kishining haqqini o'tamading ekan, ona uchun sen javob tutasan Alloh qarshida. Ammo da sen Allohning haqqini o'tamading. Alloh taolaning haqlari kishiga qaraganda. Kimdir aytmishli, Ivan Ivanich nishab ol tamoqqa kirarmikan deb o'ylaylar, o'tdagi bitinda kishi yaxshi kishi. U bitinda qo'shnisini yaxshilik keltirar. U bitinda aytganisini yaxshilik keltirar. Namoz o'qimay, no iymon keltirmagan. Da u haqqini o'tay, kishi haqqini, no Allohning haqqini o'tamay. Alloh taolo haqlari qonun haqqini o'targa. Yana aytiyani nasab berdi, albatta ko'p aybar berdi. Aytiyani bo'lmasa nechik sen dunyoda yasharing bir yoqda qaraganda. Aytiyani sana sobiy vaqtda bo'lisha, aytiyani seni qoray, aytiyani seni qo'yg'irta. No, Alloh taolo aytiyani qaraganda tog'anda zo'roq. Oni haqlari qonun haqqini o'targa, namoz o'qirga. Mana bu taqvolikning asli namoz o'qish bo'lib sanalar ekan. Mana dalil Alloh taolo aytadi: Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alloh taolo aytadi, bu kitobda bir nechik yo'q deydi. Bu to'g'ri yo'l bo'lib turadi taqvolik muttaqinlarga. Ya'ni kim Alloh taoladan qo'rqa, shu kitob Qur'on u to'g'ri yo'l bo'lib turadi. Allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-solata mimma razaqnahum yunfiqun. Qo'ysalar iymon keltirdilar. Yashirin narsalarga, ya'ni qiyomat kunida jannatga, tamoqqa va yuqimuna as-solata namoz o'qiylar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Alloh taolo rizq bergandan Alloh o'sha rizqdan ulushini chiqaralar deydi. Mana shu oyatda Alloh taolo aytadi: kim ol muttaqin, kim ol Alloh taoladan qo'rqadi, qo'ysalar iymon keltirdi deydi. Allohga qiyomat kuni ham qo'ysalar namoz o'qiylar deydi. Mana shu kishilar deydi Allohdan qo'rquvchilar deydi. Allohdan qo'rquvchilar. Allohdan qo'rquv bo'yicha masalan bizga bir kishi aytsa Allohdan qo'rq deb biz ona e'tibor bermaymiz. Bizning ashu chiqargan mojid aytamiz o'zing qo'rq deb. Masalan bir qissa keltirildi Abu Hanifa bo'yicha, u zo'r g'olim bo'lgan. Bir vaqt Abu Hanifa borar ekan bozorda,
случайно гына bir sabiyning oyog'ina basa. Ko'rmishing. Итеге иттақила Аллаһтан курк дип әйтә, тегесе шушы сүзне ишетеп аңны юалта. Менә нинди зур дәрәҗәле теге Аллаһтан курку зур дәрәҗәдә булган икән Абу Ханифаның. Bir зур галим, тоже bir галим үзенең анасы белән ашарга курыккан икән, бер өстәлгә утырырга. Аллаһтан курыккан. Ана сорадылар, нишләп син үзенең анаң белән утырмыйсың бергә ашарга? Ул әйткән, менә мин ризыкны алганда ди, әни шуңар кызыкса ди, рәнҗесә ди. Менә даже шушы нәрсәдән курыккан икән. Менә бу Аллаһтан куркучылар нинди теге зур дәрәҗәдә алар, шундый дәрәҗәдә куркалар Аллаһ Тәгаләдән. Хәтта самый нечкә әйберләргә дә игътибар бирәләр. Алар беләләр, аларның гыйлемнары бар, Аллаһ каршында аны өчен җавап бирәсе икәнен. Шулай Аллаһ Тәгалә намаз укучыларны безгә тәсвирләп әйтә Коръәндә. Иннал инсана хулика халуга. Дисектә кеше дие, сабырсыз дие. Баракка килде дие. Сабырсыз кеше. Иде мәссәху шарру җазуга. Кайчан аңар начарлык тия икән дие, авырлык тия, бәла каза килә икән, ул беспокойный дие. Беспокоить итә дие. Кайгыра дие. Ва иде мәссәху хайру мануга. Кайчан аңар хәерлелек килә дие. Ул вакытта скупой була дие, соран була дие. Андары Аллаһ Тәгалә илләл мусаллин. İlle de meğer namaz okuşulardan değil. Ellezine hum ala salatihim daimon kaysalardı namazlardan diye daimi ravuşta okuylardı. Namında Allah Subhanahu Teala bizge eyter toşta kişinin tabiatını anlata. Kişinin tabiatı ol sabırsız değil. Ol sabırsız değil. Ne kaşan anar bela kaza kileyken ol bespokojit sitedi. Kaşan anar yaxşılık kileyken ol soran buladı. İllel musallin, ille de meğer namaz okuşulardan başka diye Allah Teala aytır. Kaysaların namazların diye daimi ravuşta okuylardı. Ne Allah Teala Kur'an'da maqtab aytır namaz okuşularını. Namaz okuşularga böyle kaza erişse o sabır ite. Birini hayırlık erişse Allah'a şükür ite degenin. Şunun bilen şuşa vaazımı tamamlayayım. İnşallah subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk ve estağfiruke.